O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Nukus Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi 2026-2027 o'quv yili uchun o'quvchilarni o'qishga taklif etadi. Nukus Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyida o'qish istagini bildirgan O'zbekiston Respublikasi hududidagi barcha viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida yashovchi umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilaridan arizalar 2026-yil 1-apreldan 30-aprelga qadar tuman ichki ishlar bo'limlari tomonidan qabul qilinadi. Dastlabki tanlov, harbiy kasbiy tanlov va test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar Nukus Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabgorlar quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar. Hududiy jihatdan tegishli hududiy ichki ishlar organlari rahbarlari nomiga ariza, so'rovnoma, o'qish joyi va mahalla fuqarolar yig'inidan tavsiyanoma, tarjimai hol, tug'ilganlik haqida guvohnoma yoki pasport nusxasi, mudofaa ishlari bo'linmalarida ro'yxatda turishi to'g'risidagi ma'lumotnoma nusxasi, fanlarni o'zlashtirishi to'g'risida o'qish joyidan ma'lumotnoma, 3x4 cm o'lchamdagi 6 dona fotosurat, 9x12 cm o'lchamdagi 2 dona fotosurat. Dastlabki tanlovdan o'tgan nomzodlar harbiy kasbiy tanlovda ishtirok etadilar. Xususan, nomzodlarning savodxonlik darajasini baholash, umumjismoniy tayyorgarlik va yakka tartibdagi yakuniy suhbat. Keyingi bosqichda test sinovlari O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'rnatilgan tartibda o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasining qaroriga muvofiq dastlabki va harbiy kasbiy tanlovdan muvaffaqiyatli o'tgan quyidagi nomzodlar harbiy akademik litseyga test sinovlarsiz tanlovdan tashqari o'qishga qabul qilinadi. Xalqaro va respublika fan olimpiadalarining g'oliblari belgilangan qabul kvotasi doirasida o'z xizmat vazifalarini bajarish chog'ida halok bo'lgan hamda jarohatlanish natijasida nogiron bo'lib qolgan harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari va favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruv bo'linmalari xizmatchilarining farzandlari kvotadan tashqari. Yetim, ota-ona qarovsiz qolgan, ijtimoiy nosog'lom oilalarda yashayotgan, davlat va jamiyat ko'magiga muhtoj bo'lgan, joriy yilda umumta'lim maktablarining 9-sinfni tamomlagan, bolalar masalalari bo'yicha hududiy komissiya tavsiyasi hamda tegishli vazirlik va idoralar rahbarlarining qarorlari asosida kvotadan tashqari belgilangan kvotaning 5% dan ko'p bo'lmagan miqdorda o'qishga qabul qilinadi. Yoshlar siyosati va sport vazirligi rahbarligida o'tkazilayotgan respublika va xalqaro sport musobaqalarining g'oliblariga Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan harbiy akademik litseyga kirish uchun o'tkazilayotgan test sinovlarida ular to'plagan ballarning 20% miqdoridagi qo'shimcha ballar ko'rinishida imtiyoz beriladi. Nukus Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyida o'qish muddati 2 yil bo'lib, o'quvchilarning ta'lim olishi uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Xususan, dars jarayonlari yuqori malakali, oliy toifali o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. O'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida fan, sport hamda havaskorlik to'garaklari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Jumladan, ushbu joriy yilda zamon talablariga binoan robototexnika, kibersport, dron, sun'iy intellekt to'garaklari tashkil etildi. O'quv yil yakunida litsey o'quvchilari B va S toifadagi haydovchilik guvohnomalarini olish uchun sertifikatga ega bo'ladilar. Litsey binosida internet tarmog'iga ulangan axborot resurs markazi mavjud. Shuningdek, 200 o'rinli o'quvchilar turar joyi hamda 200 o'rinli oshxona o'quvchilar ixtiyorida. Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda yakka tartibdagi yakuniy suhbat yoki O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkazilgan test sinovlarida o'zlari to'plagan ballarning 30% miqdoridagi respublikaning boshqa davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda esa o'zlari to'plagan ballarning 15% miqdoridagi qo'shimcha ballar ko'rinishida imtiyoz beriladi.
Bundan da batafsil ma'lumotlarni ushbu QR kodni skanerlash orqali olishingiz mumkin.